Yotqanning ig'irligi va saharning siri g'oliblarning yo'li. Dunyoda hammadan ig'ir narsa nima deb so'ralsa, balkim nurg'un kishilar buningga tog'daq ig'ir yuklarni yoki po'latdek jismlarni misol qilib keltirishi mumkin. Ammo haqiqatda dunyodagi eng ig'ir narsa yotqandir. Bu ig'irlik fiziklik tarozida emas, balki tong saharning g'aflati bilan irodaning to'qinishida bilinadi. G'oliblar bilan mag'lublar o'tirsidagi chek mushu ig'ir yotqanni ustidan atgan yoki uning ostida qolganlik bilan belgilanadi. Sunnatdagi sahar hikmati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning "Ey Alloh, sahar vaqtida ummatimga barakat ato qilgin" deb duo qilishi hargizmi bekor emas. U zot hatto harbiy yurishlarini hamisha tong saharda boshlaydi. Bir joylarga qo'shin avatmoqchi bo'lsa-mu, tong saharda avatadi. Buning hikmati shuki, sahar vaqti odamning zehni eng suzuk, ruhi eng kuchli, energiyasi eng yuqori bo'ladigan vaqtdir. Suriyalik bir olimning faqat sahar vaqtidagi 2 soatlik muntazam ishlash bilan 8 yil ichida 22 tomliq katta asarni yozganligi barakatning mo'jizalaridan biridir. Kunduzdagi 10 soatlik shavqulli xizmat sahardagi barakatlik 2 soatga hargiz yetolmaydi. Yotqan ostidagi jang. Sahar uyqusi shuncha tatliq, ammo shuncha xatarlik. Yotqanning ostida qolganlar faqat bir qancha soatlik uyqusini emas, balki shu kunining barakatini, o'zining irodasini va parlaq kelajagini billa ko'mayotadi. G'oliblar shuni biladiki, agar siz saharda yotqanni yengalasangiz, kunduzda dunyoni yengalaysiz. Chunki atganligini o'z nafsining rohati ustidan g'alaba qilish bilan boshlagan odam barliq qiyinchiliklarni yengalaydi. Uning uchun hech qanday qiyinchilik yoki to'solg'u eg'ir kelmaydi. Xulos qilganda, hayotingizda muvaffaqiyat qozonishni xohlasangiz, ishlaringizning unumli, mol-mulkingizning barakat bo'lishini istasangiz, oldi bilan shu eg'ir yotqanni ustingizdan etishingiz kerak. Unutmangki, quyosh ustingizga chiqqanda emas, siz quyoshni kutib olganda dunyo sizga bo'ysunadi. Namazning hayotimizdagi ahamiyati. Namoz dinning turki, islomning 5 asosining ikkinchisi va mu'min odamning Alloh taolo bilan bo'lgan bevosita aloqasidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lish oldidagi eng oxirgi vasiyati namozni vaqtida ado qilinglar deyishdan iborat bo'lgan. Ma'lumki, inson vafot bo'lish oldida qilgan vasiyatida eng muhim vasiyatni qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun hammadan bak namozni vasiyat qilish bo'lgan. Mu'minlarning eng oldingi sifatlarining biri namozni belgilangan vaqtida ado qilishdir. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta" namoz haqiqatan mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi deb buyurgan. Namoz vaqt va sharoit cheklamasiga uchramaydigan yagona ibodatdir. Masalan, zakat faqat mol-mulki zakat berish o'lchimiga yetgan kishilarga farzdir. Roza kasal yoki musofir bo'lmaganlarga farzdir. Haj faqat qurbi yetganlarga farzdir. Ammo namoz aqli joyida bo'lgan har bir musulmonga har qanday sharoitda, mayli u safarda bo'lsin, mayli kasal bo'lsin, cho'qim ado qilishi zarur bo'lgan majburiyatdir. Hatto kasal kishilar uyri tura olmasa o'ltirib, o'ltira olmasa yotgan yerda ado qildi. Namozni vaqtida ado qilishning muhimligi. Namozni vaqtida ado qilish faqat diniy majburiyatlar bo'lib qolmasdan, balki kundalik tartib intizom va vaqtning qadrini bilishdagi muhim bir tarbiyadir. Namozni vaqtida ado qilish Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amaldir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'a en suyumlu amel qaysi deb so'ralganda u zot vaqtida ado qilingan namozdir deb javob bergan. Namozni vaqtida ado qilish mu'min odamning qalbiga aram baxsh ato qiladi va kechiktirishdan kelib chiqadigan besimdan uni saqlaydi. Namozlarni vaqtida ado qiladigan kishilarning rizqi mo'l, barakati ziyoda, ko'ngli xushal va xotirjam bo'ladi. Bamdod namozining zarurligi. Gerçi barliq farz namozlarni vaqtida ado qilish shuncha bak zarur bo'lsa-mu, bamdod namozini vaqtida ado qilish nihoyatda bak zarur va qat'iy sal qarashga bo'lmaydigan diniy zaruriyatdir. Chunki bamdod namozi mu'min odamning iymoni va sadoqatining haqiqiy siniqidir. Ko'p sonliq musulmonlardagi eng ojiz nuqta bamdod namoziga tura olmaslik. Farzandlarda bu ahvol texmo ig'ir bo'lmoqda. Ota-onalarning eng cho'ng sinoqlaridan biri farzandlarini bamdod namoziga uyg'otishda bo'lmoqda. Shuni deymizki, zamonimizdagi haqiqiy qaltis ota-ona farzandlarini namoz bamdodga uyg'ota olgan va ibodatlarni billa ado qila olgan ota-onadir. Haqiqiy g'olib sahardagi tatliq uyqusini yengib ibodatga atlangan kishidir. Dunyodagi eng yomon mag'lubiyatchi eg'ir yotqanning ostida qolgan odamdir. Qisqasi, bamdod namozi kundalik g'alabining darvozasidir. Kimki tatliq uyqusini kechib Rabbining oldida tura olsa, hayotning barliq qiyinchiliklariga taqobil tura oladigan mahkam irodaga ega bo'la oladi. Alloh hammamizni shundaqlardan qilsin. Amin.